Buxoro viloyati pedagogik mahorat markazida ishonch loyihasi doirasida mentor o'qituvchilar uchun axborot kommunikatsiya texnologiyalari, sun'iy intellekt hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlarga bag'ishlangan treninglar o'tkazilmoqda. Navbatdagi lavhamizning mavzusi shu haqda. Mazkur trening Ishonch jamg'armasi tomonidan moliyalashtirilgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining AKT va raqamli ta'limni qo'llash orqali ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish qo'shma loyihasi doirasida O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligi hamda UNESCO hamkorligida tashkil etilgan. Treninglarda pedagogika va andragogika bo'yicha dastlabki modulni muvaffaqiyatli tamomlagan mentor o'qituvchilar ishtirok etmoqda. Ular raqamli vositalar va sun'iy intellekt texnologiyalarini o'quv jarayoniga samarali integratsiya qilish, zamonaviy o'qitish metodlarini qo'llash hamda innovatsion yondashuvlardan foydalanish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar tashkil etilgan. Sun'iy intellektdan o'quvchilar to'g'ri foydalanishi kerakligi haqidagi dastur asosida juda ham chiroyli tarzda o'quv olib borilyapti va Ishonch jamg'armasi tomonidan olib borilayotgan bu o'quvlarga o'qituvchilar faol qatnashib, maqsadimiz esa albatta pedagoglarda mana shu sun'iy intellekt borasidagi tushunchalarni mukammallashtirish. Dastur davomida ishtirokchilar interaktiv mashg'ulotlar, guruh ishlari va amaliy topshiriqlar orqali AKT va sun'iy intellekt imkoniyatlarini ta'lim jarayonida qo'llash bo'yicha o'z bilim va ko'nikmalarini mustahkamlamoqda. Trening yakunida o'qituvchilar o'z hududlaridagi pedagoglar bilan o'zlashtirilgan tajriba va bilimlarini ulashib, zamonaviy ta'lim yondashuvlarini keng joriy etishga hissa qo'shadilar.